Assalomu alaykum. Hurmatli baliq ovchi ishqibozlar. Xo'p, akalar, mana Mirzahmedovdan chiqishi baliqchiga ketish yo'li. Mono tomoni baliqchidan chiqishi Mirzahmedovga ketish yo'li. Shuni o'rtasida mayda ko'l bor, bilsalaring. Baliqchidan kelishda chap tomonda ko'l bor. Buni ko'pchilik bilgan, ko'rgan. Kerak bo'lsa to'xtab ham o'tgan bu yerda. Xo'p. Mana shu ko'llarimiz, xudo xolasa, kichkina ko'limiz bor. Kichkina ko'limizni ochamiz. Mana shu vagonning orqa tomonida, ya'ni yonboshidagi mana bu eski navesda orqa tomonida ko'l bor, kichkinagina. Где-то bir 12 sotiq shunaqa atrofida. Endi narik tomondagi ko'llarimiz, endi ularning ichida lichinasi bor, o'zini baliq, oq baliqlari bor. Ularga tegmaymiz, faqat mana shu ko'lda o'qilamiz. Yangi ko'l ochyapmiz, xudo xolasa, platniy ko'l. Buni tomoni mana parkovkalarimiz, xudo xolasa, inshaalloh parkovkalar bir 100 ta mashina ham sug'uradi. Mana bu yerlarda archalar tagi, mana bu yerlar buni archalar taglarini polni tortib turib, shemin to'kib mana shu yerga parkovka qilamiz. Xudo xolasa, harakat qilyapmiz. Hozir uborkani bugundan boshladik. Agar uspet qo'yarsak, dushanba kunga ochilish marosim qilamiz. Xudo xolasa uspet qilamiz degan niyatdamiz. Buni suvini tortib bir tozalash kerak ekan, suvlarini bir qator olish kerak ekan. Kiradigan yo'limiz mana shu bitta joyda bitta xod kiradigan joyimiz bor. Mana shu yerda shunday kiramizda. Mana vagonlar bor, mana obedga ovqatlangani yoki bir dam olishga nima desa bo'laveradigan narsa. Baliq pishiradi desa, baliq pishiradi. Mayda oshxonasi bor mana bu yerda, mana issiqqina. Mana bu yerning eski oshxona edi ekan, bu eski oshxona ishlamas ekan. Mayda xudo xolasa chiroyli qilib joylar bor mana. Mana bemalol o'tirib choyni ichib, sho'rva desang, sho'rva, dum sho'rvami, suyak sho'rvami, hammasidan xudo xolasa qilamiz. Osh bo'ladi. Hamma narsa bo'ladi, xudo xolasa. Endi keyingi maslahat, mana hozir ko'lni ko'rsataman. Kiradigan joylaring. Mana bu yerlar, mana ajrab turgan joylar ham naves bo'lib ketishi mumkin. Agar to'g'ri kelib qolsa, shu yerda naves qilamiz. Tak. Mana akalar, buni ko'l mana. Bu ko'lning ichida Hojiboni aytishi bo'yicha o'zini baliqlari bor deyapti. Ilon baliq bor deyapti, sazan deyapti, amur deyapti. Bilmayman-u, yetimasa 80 ta tashlangan deyapti. 1 kilo, yarim kilo deyapti. 2 yil, 3 yildan beri hech kim o'g'lagan yo'q. Ondan so'ng men o'zim o'lab turaman deyapti. Mana shu qamishlar, mana qayda sizlarga xalaqit qiladigan bu daraxtlarda hammasini hozir bir qator benzapilada o'tkazamiz. Hammasini bir qator benzapilada o'tkazib, chiroyli qilib joy qilamiz, xudo xolasa. Bu ham xuddi shu uklon. Meni hali eski ko'lim qanday bo'lsa o'sha holatda. Buni tomoni chuqur ekan, mana bu tomoni 1,5 metrgacha chuqur. Bu yog'i 1 metrgacha, sayozligi 70 santimetrgacha sayoz ekan. Mana endi xudo xolasa bir qator obzor qilyapmiz. Xudo xolasa bir tushunadigan odam bir tushunadi. Mana bu tomonlari sayoz ekan, mana o'sha yillar ko'rinib turibdi. Bunga bu suv tashlash kerak, bir qator aylantirib. Mana. Xudo xolasa akalar, qiziqqanlar, xudo xolasa YouTube'ga ham qo'yamiz buni. O'zimizning eski qadrdonlar bor, o'zimizning klientlar bor. Mana bu tomoni boshqa ko'lak akalar, bu ko'l boshqa odam, buning ichida lichinasi bor ekan buni. Bunga solinmaydi. Faqat mana bu ko'lga solinadi, mana kichkinagina, bitta bir 100 ta odam sig'adigan holatda. Mana bu endi lichina bor, mana bu ko'llarda ham mana 2 ta ko'l bor. Bularga ham solish mumkin emas. O'ziga yarasha shtrabi bor. Bir qator tozalik qilamiz, xudo xolasa. Mana shunday aylantirib, bugun qo'ldan kelganicha tozaliklar qilamiz. Mana bu daraxtlarni olib tashlaymiz, mana bu daraxtlarni. Xudo xolasa dushanbaga ochamiz. Ochilish marosim qilamiz dushanbaga. Lekin sharoiti nihoyatda go'zal. Chunki mana bu
Hojiboni o'zini yashaydigan xonasi bor mayda mana. Oshxonasi bor, yotoqxonasi bor, choy, issiq choy, hamma narsa bor. Sho'rva desalar, sho'rva qilinadi. Nima desa qilinadi, bari bo'ladi. Akalar, xudo xolasa ochilish marosimini masjidga o'ziga bir 100 kilo, 150 kilo baliq to'kib bersam, nihoyatda zo'r bo'ladi. O'zini baliqlari ham bor. Endi men qancha baliq borligini men to'g'risi bilmayman. Ko'rmaganman. Shuning uchun ishonmayman. Endi egasini aytishi bo'yicha o'zini mesda baliqlari ko'p, deyapti. O, qamishlarni urib yuribdi, o nelarda. O nelarda qamishlarni uryapti. Buni shu ovchakalarimiz kelib, qalmog'ini solib, bitta ikkita baliq chiqmaguncha ishonmaydi. Chunki bu yerda baliq bor, yo'q emas. Hech bo'lmaganda 300-400 kilo baliq bor. Lekin kattalari ham bor. Ilonboshda deyapti 4 kilo, 5 kiloligacha ham bor deyapti. U qalmoqlarni ko'tarsa agar ushlab chiqasizlar. Maynaqa gap so'zlar akalar. Xudo xolasa yana obzor qilamiz. Tayyor bo'lib tursalaring. Mana akalarimiz keldi, mana ustagalarimiz. Bir qator tozalovni qilamiz. Mana daraxtlarni olib bir qator. Mana shu holatda ko'rimiz shu holatda yana. Tuvaletlarimiz bor, o narada tuvaletimiz bor ekan, letnisiga, zimnisiga narigi tomonda ekan. Hozir akalar, mana ichkari tomonda ham issiq joylar bor. Mana shularga bitta naves qilamiz deyapmiz. Xudo xolasa kiraverish kelib, bitta naves qilamiz deyapmiz. Akalar, mana bu yerdan kirishda, mana asosiy bitta xot bor. Shu yerdan shunday kirishda shunday kelib turib, buni uyga kirib turib akalar, biletni olib, sekin o'tib ketilaveradi bu tomonga. Mana shu uyda shu yerdan biletni beramiz.